Chaqaloq qornidagi gazlarni chiqarish uchun zo'r massajni ko'rsataman. Keting. Avval mana bunaqa usulda soat yo'li bilan massaj qilamiz qorinchamizni. Bir necha marta. O'sha bezovtalanyapti, chunki qorni og'riyapti. Keyin oyoqchalarini tekislab qorniga. Tekislab qorniga. Keyin vibro massaj qilamiz. Bu qo'lingizni ushlaysiz, bu qo'lingiz bilan urasiz. Mana bu holatda. O'zingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu og'riqli emas, lekin bolaga juda yaxshi yordam beradi. Kimga o'ng qo'l bilan, kimga chap qo'l bilan qulay, o'sha bilan qilinglar. Bu ham soat yo'li bilan, ya'ni по часовой стрелке. Yana oyoqchasini ko'taramiz. Ana eshitilaringizmi? Xullas shu harakatlarni bir necha marta qilasiz, to gazlari chiqmagunicha. Agar bolangiz bezovtalanib yig'lashni boshlasa, qo'lingizga olib tinchlantirib, keyin qilishni tavsiya qilaman. Chiralab yig'laganda emas, hozirgina ovqatlangan bo'lsa ham bunaqa qilmang, chunki oyoqlarini ko'targaningizda qusib yuborishi mumkin. Покакали? Пойдем мыться теперь.